ichidan o'tayotgan hissi faqat o'zim bilaman-da. Buni hammalarga xohlayman his qilishni. Ajoyib. Haqiqatda ismim Elmurod, familiyam Baratov, 88-yilman, Toshkent shahrida tug'ilganman. Ustozim, akam aytganlaridek, zargarlik sohasida ishlaganman 10 yildan oshib. Mana hozir so'radilar, birinchi marta kelganlar. Kimni majburlab olib kelib o'tkazib qo'yishdi? Bormi oramizda shunaqalar? Ha, kimni? Prosta ko'rgim kelyapti. Bitta gap aytaman. Sizlarni majburlab olib kelib o'tkazib qo'yishdi-yu. Meni registratsiya qilib qo'yishgan, majburlab. Bu biznes plan bilan tanishmaganman, chunki tanishishni xohlamaganman. Fikrim yaxshi bo'lmagan bu sohaga nisbatan. Lekin opam bu sohani boshlab, tushunib, meni bu yerda bo'lishimni juda ham xohlab, majburlab registratsiya qilib qo'ygan, biznes planni ko'rmagan.